Studiyamizda navbatdagi mehmonlarimiz bor. Ijodkor yoshlarimiz, ijodkor vohadoshlarimiz, ijodkor yurtdoshlarimiz. Termiz davlat pedagogika instituti magistratura bo'limi xodimi hamda sozanda Avaz Karimov. Xo'p, viloyatimizda faoliyat yuritayotgan umumta'lim maktabining musiqa madaniyati fani o'qituvchisi, sozanda Yo'ldosh Xolboyev. Qiziriq tumani 13-umumiy o'rta ta'lim maktabi oliy ta'lim toifali musiqa fani o'qituvchisi Mirjalol Choriyev, Termiz ixtisoslashtirilgan san'at maktabi xalqaro respublika tanlovlari g'olibi, doira yo'nalishi bo'yicha o'qituvchi Jahongir Shamanov ayni damda studiyamiz mehmonlari. Xush kelibsizlar. Xabar bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Munavvar kun boshlovchilari. Viktorina savolining javobini qoldirgan ekanlar. Va keling dastlab salomlarni eshitaman. Qiziriq tumani Mustaqillik mahallasidan alangalik salom. Erta tongdan oila davrasida kuzatib boryapmiz. Otam Shaymardonov G'ayrat va onam Samada va Feruzaxonlar umrlari uzoq bo'lsin. Oilamiz baxtiga doimo sog' omon bo'lishsin deb xabar qoldiribdilar. Xush kelibsizlar. Avaz, kayfiyatlar yaxshimi? Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. Rahmat. Xo'p, birinchi ijrolardan boshlasak. Yana suhbatlashib, yo'lakka davom etib ketaveramiz. Birinchi nimani eshitamiz? Dastlabki ijro qiladigan asarimiz Doston Ergashevning Bo'larkan deb nomlangan qo'shig'ini tayyorlab kelganmiz. Ansambl bilan birgalikda. Xo'p, Yo'ldosh ham tayyor bo'lsalar boshlaymiz. Bu jonli efir. Shu boisdan jarayonlar shu yerni o'zida kechadi. Xuddi shunday. Ulgurmay qolgan jarayonlar ham davom etishi mumkin. Chunki jonli efirda har narsa bo'ladi. Kutmasdan, canonni qo'lidan tutmasdan, vayrona dillarni tutmasdan, onamni o'ylasam bo'larkan, ko'rmasdan yodimda mardini, ko'p qildim dildagi gardimni, har kimga so'zlamay dardimni, otamga so'zlasam bo'larkan, janon deb teng bo'ldim qul bilan, sevgisini o'lchadi pul bilan, janon deb teng bo'ldim qul bilan, sevgisini o'lchadi pul bilan, men odam bir dasta gul bilan, opamni siylasam bo'larkan, cho'ntakda to'la hamyon qolib, o'tkinchi davru davron qolib, to'rttagina non olib, singlimni yo'qlasam bo'larkan. Pand yedim do'stdan ham, ba'zida chindan ham, rostdan ham, mendan g'amxo'rim chindan ham, akamni maqtasam bo'larkan, varaqlabdi degan daftarim, men siqilsam ko'ngli yarim, ochmi to'qmi deb jigarim, ukamni o'ylasam bo'larkan, umrimni sovurdim shamolga, o'tkinchi betayin xayolga, o'zimni tutdim savolga, iymonni asrasam bo'larkan, yurmasdan zamondan ko'p nolib, Qur'onni dilimga yod olib, yurmasdan zamondan ko'p nolib, Qur'onni dilimga yod olib, qolmasdan bir kuni dod solib, islomni anglasam bo'larkan, qolmasdan bir kuni dod solib, islomni anglasam bo'larkan. Hey ho ho hey ho ho Ajoyib. Juda ham zo'r. Va kuylarga ulanib boraversa, qo'shiqlarga Albatta. va bizda yana bir chiroyli qo'shiq. Milliy qo'shiq
tinglash imkoniyati bor ekan. Eshitdingizmi? Eshitamiz albatta. Xo'sh, demak, yalla guruhi repertuarlaridan deyilgan. Qaysi qo'shiq ekan? Ijromiz yalla guruhining choyxona qo'shig'i Oo, hamda choyxonacha. o'sha Ozarbayjon xalq kuylaridan Farida musiqasini birga kuylayveramiz. Zo'r. Ajoyib. O'sha yalla guruhini boshida ijro etilgan kuy Munavvar kun tarixida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan kuy. Qanaqa ekan? Xo'sh, chunki Munavvar kun o'sha Assalom Surxon nomi bilan efirga uzatila boshlagan paytlarda ushbu kuy asosiy rington edi. O'sha ko'rsatuvni o'sha nomi bilan chiqib keladigan qismida va asl musiqa fon qismida ushbu kuydan biz yillar davomida foydalanganmiz va bizga juda ham qadrdon bo'lgan Munavvar kunni tarixida o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan kuy. Hozir eshitib o'sha davrlar yodimga tushib ketdi to'g'risi. Choyxona kuyida boshlanar edi va suhbatlar shu kuy bilan davom etar edi. Juda go'zal aslida. Juda ham chiroyli qo'shiq o'zi rostdan ham. Kuylar ham zo'r bo'lyapti, xuddi o'ziga o'xshab chiqyapti. Xuddi shunday. Demak, avaz ham suhbatlarga davom etadigan bo'lsak, 2025-yil qanaqa bo'ldi endi? Muayyanda. Sizlar uchun. 2025-yil yaxshi yil bo'ldi. Anchagina yutuqlarga erishdik. Yangiliklar o'zgarisha bo'ldi. Ulgura olmagan niyatlarimizga yangi yilda Xudo xolasa niyat qilganmiz. Albatta.
O'zi ulgura olmaslik uchun vaqt yetmaydimi, imkon bo'lmaydimi, nima bo'ladi? Masalan, yoki maqsad kech qo'yilgan bo'ladimi? Ulgura olmay qolish uchun nima deysiz? Noto'g'ri taqsimlanish bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. To'g'ri. Yoki har qanday holat bo'ladi-da. To'g'ri. Lekin maqsad yilni boshida aniq qo'yilsa, Jahongir aka ulgursa bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, Jahongir aka bilamiz, o'zi va atrofdagi yoshlarni ham bir vaqtni o'zida faollikka chorlab keladi. Tanlovlarning barchasida ishtirok etib kelyaptilar. O'rinlar, davlat tadbirlaridan umuman o'sha kam bo'lmasdan qatnashib kelyaptilar. Demak, ulgurish kerak, to'g'rimi? Yil davomida. Xo'p, davom etamiz. Yana qanaqa qo'shiq yoki kuy? Keyingi ijro qiladigan asarimiz bayramona kayfiyatda, ya'ni yangi yil bayramiga mos qo'shiqlardan tayyorlab kelganmiz. Yangi yil qo'shig'i. Yangi yil qo'shig'i. Aha, marhamat. Do minor. odimlaydi soat yillari hayot sabog'ini eslatar go'yo yillar to'ldiradi umr daftarin bu yolg'on emas va yoki ro'yo bu yolg'on emas va yoki ro'yo Yana odimlaydi soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo yillar to'ldiradi umr daftarin bu yolg'on emas va yoki ro'yo bu yolg'on emas va yoki ro'yo yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon didor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon didor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor sog'inamiz yorug' so'zlarni sizga aziz do'stim aziz yurtdoshim shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin baxtlar tark etmasin yana yil oshib tark etmasin yana yil oshib yangi yil qo'lni qo'lga tutgan davra nigohlarda bayram jilosi porlar qo'shiqqa aylanar yurakdagi so'z unga hamohang raqs tushar qorlar hamohang raqs tushar qorlar yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon didor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar biz juda sog'ingan qadrdon didor yangi yil baxtli kunlarning davomi oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor Zo'r qo'shiq. Haqiqatdan ham mana shu madhiyasiga aylanib ulgurgan qo'shiqda. Yangi yil aytilmagan, aytilgan qo'shiqlar ham hammasi. Yo'q, hali aytilmagan qo'shiq bo'ladi. 2026-yilda hali bilishmaydi-ku qaysi qo'shiqni aytadi. Xo'p, Bugungi ijrolar uchun sizlarga o'z yana minnatdorchiligimizni bizni chiroyli ijro bilan dasturni yakunlasak bo'ladi. Marhamat, Jahongir akadan boshlab kun tilaklarni eshitib boshlasak. Rahmat. Avvalambor mana shu yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan barchani bizni mana shu ijtimoiy tarmoqda ekranda kuzatib turganlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. 2025-yilda erisha olmagan niyatlarga 2026-yilda erishaylik. Doim mana shunday xalq xizmatidan
charchamaylik, xizmat qilib, to'ylarda, tadbirlarda sizlarga ham taklif uchun rahmat. Rahmat. Yangi yillarni tabriklaymiz sizlarga. Albatta. Jamoani biz ham tabriklaymiz. Sizni o'zingizni jamoangizni ham Jahongir aka kutib qolamiz 2026-yildagi 10 yillikni studiyada ham kichkina ko'rinishini tashkil qilib berishingizni nasib. Xo'p, Ahmad, marhamat. Yangi yil barchani yangi yil bilan tabriklayman. Erisholmagan orzu niyatlari bo'lsa, istaklari bo'ladigan bo'lsa, yangi 2026-yilda erishishga tilakdoshman. Xususan barchaga yangi yil bilan tabriklab qolaman. Rahmat. Marhamat. Bayram bilan barcha yurtdoshlarimizni, yaqinlarimizni tabriklayman. Yangi yilda yangi tilaklar bilan sizlarni ham bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Sizlarga ham ijodiy barkamollik va yutuqlar ko'p bo'lishini tilab qolamiz. Demak, Ayzaxon yuqorida bir savol bergan edik. Dunyoda shunday bir jonzot bor, hammaga 1000 tadan to'g'ri keladi. Bu qaysi dedikda? Javobini topisha olmabsiz Javobini lekin. yo'q, hali javob noto'g'ri javoblar kelyapti. Chivin emas, boshqa emas. Xo'p, bu jonivorni hattoki insonga nisbatan ham bir nomini qo'llaymizda. Mehnatkash. Mehnatkash deymiz. Shularday mehnatkash, chumoliday. Hammani Jahongir aka sizni ham 1000 ta chumolingiz bor, ama sizni ham Ayzaxon sizni ham 1000 ta chumolingiz bor. Hech ham kambag'alman demaslik kerak-da odam. Kamida 1000 ta chumolisi bor-da uni. Masalanda. Xo'p, ya'ni chumolilar o'sha har bir insonga dunyo bo'yicha necha milliard bo'ladigan bo'lsak, hammamizga 1000 donadan to'g'ri kelar ekan. Albatta. Demak, bejizga bu savolni, bejizga bu ma'lumotlarni bermayapmiz. 2026-yilda ham asalariday tinim bilmay, chumoliday qattiq mehnat qilib, reja va maqsadlaringizga erishing. O'zi olma pish og'zimga tush degan gap yo'q. Harakat qilgan inson ko'klarga ko'tarilaveradi, yuksalaveradi. Deysizki, kimdir avtomashina sotib olib minib ketyaptimi? U qancha bedor tunlarni o'tkazdi va qancha harakat qildi. Osmondan dappillab unga avtomashina tushmadi, to'g'risi. Yoki yangi uyga ko'chib kiryaptimi? Bilaveringki, qancha mehnatni qayerdan oldi ekan emas, qanday mehnat qildi ekan, qancha zahmat chekdi ekan degan gaplarni aytsak, shu narsa bizga ham yaqinlashadi. 2026-yilda shularni qilib qolamiz. Albatta. Azizlar, orzu qilishdan hech qachon to'xtamang deymiz va harakat qiling, ularni orzularingizni hayotingizda ro'yobini ko'rib yurishingizga tilakdoshmiz deya bugungi Munavvar kun jonli dasturiga yakun yasaymiz va ijodkorlarimizdan yakunda ham ajoyib Albatta qo'shiqni bizda birgalikda yana bir tinglaymiz. chiroyli yangi yilga xos kuy bor ekan-a? Ana, marhamat. Albatta dunyo bo'yicha madhiya bu, haqiqatan ham marhamat.